Efir ketyaptimi? Bizlarda stream ketyapti. Bizlar mana hozir bitta ko'rnak aka. Bu chiqlomga osib qo'y. Da, давай. Hozir. Nimalar ketyapti? Mana. Xo'sh. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Baland turib. Xonimlar va janoblar, bizlar hozir karta o'ynamoqchimiz. Casual, ya'ni to'rtalik. Kim bilmaydiganlar bo'lsa, guli-guliga o'ynaydi. Shu 7, 9, 10 valet. Bu azartni o'ynamasa? No, buni asosan bu menimcha SNG davlatlardan, qamoqxonadan chiqqan deb aytaman menimcha. To'rtalik, bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Ikkita, uchta ular bilan amerikanskiy. Zo'ri bormi? Nima bo'ldi hozir? Ikkalang o'ynayapsizlar? Настроение qanday настроение? Zo'r narsa, ajoyib. Mana video ketyapti. Ya, kutilmaganda bo'ldi. Na, Uxom aka o'zi javob beryapti u kishiga, O'ktam aka bilan. Ya, o'zlari suhbatlashyapti, Ha, bizlar hozir efirda ishlayapmiz. Aka, bugungi videoni ko'rdingmi? ha, eng birinchilardan ko'rdingizku? Первый просмотр menda. Ko'rmadim, undan qaramoqdan. Xo'sh? Nechida chiqdi u video? 8da. Ha, seshanba kuni 26-dekabr Qiratoviga Juma shahrining go'zal muhitlarini ko'rsatganmiz. Bugun konsert bo'ldi, bilasizmi? Shu boya ketayotganda konsert. Bolachalar qarsak chalib men kutib olgan-ku, ana shu joyda bugun konsert bo'ldi. Ha, sahnada bo'ladi. Lekin bora olmadim. Ha. Erkak kishini kalyani bilan o'ynash mumkin. Ertaga bizlar aka kasbni o'zgartirmoqchiman. Ya, u haqda erta alohida qilamiz dedik-ku. Bugun kutilmaganda video. Ha. Video O'zgartirmoqchimisan, navbatdagi hobbimi? navbatdagi kasb deymiz. Ha, endi to'g'ri. Ko'pchiliklar bilmaydi. Loyiha zo'r olib boramiz, motivatsiya beray degan. Keyin 1-dekabrda ham отдельный nasib bo'lsa kanal ochiladi yoki g'oyalar bo'ladi, Ha, hali u narsalar bilmayman. Ertaga gaplashamiz o narsalar. Aka, men reально что-то Bo'lib turadi. Akam komaga tushirmay, bizlarda mana jegrilar mikrofon olganmiz. Akam bilan gaplashyapmiz. Hozir Amron xonning chilimini biri bo'lmish, menga yozadi, menga. Bitta raskut qilib bering. O mikrofon ovozini qo'yib qo'ysak yaxshi eshitadi. Bunday qilsa qanday bo'ladi? Yo'q, o'chim kerak. Ya, bo'ldi, quloq qo'yaveramiz. Ha, bo'ldi, quloq qo'y. Eshitilyapmi? Bilmayman. Eshitmayapti. Boshqa narsa. Stoldagilarni videoga olmaymiz. Konfidensial. Ko'rik не вредно? No, qarasak, jigarlar to'g'ri zahar chekayotgandir, kimlardir uchun. Kimlardir uchun bizlar zahar o'tayotgandirmiz. Lekin buyuk allomamiz Ali ibn Sino, Abu Ali ibn Sino. Abu Ali ibn Sino agarda mana shu atrof muhitimizdagi changlar, har xil mikroblar bo'lmaganda odamzod 1000 yil yashash mumkin edi deb aytgan. Shuni bilib turib, bizlar endi zahar chekyapmiz. Ha, aytgancha. Baho bermas kim? Ha, kстати, luk zo'r aytganda, ya. Rostdan ertalab kecha ko'rdimmi? Qaysi? Nima o'chyapti? Ba'zi oqobsana. Lekin Mas bu suyak rangimi nima deydi? ha, fil suyagi rangi. Fil suyak, slonovый ko'z. Bo'lmasa, lekin shapkani otib bermaydimi yoki birovga podarka qilib ber. Shapkani deydi, soch bor, u soch sal bugun. Ha, bugun soch emas, ha? Ha, bugun Da, to'rt kuymasin. qizgani yo'q aka. Ha, реально. Ya, тут. Bu где-то bir yana bir
3-4 minutlar turish kerak, qizish kerak. Lekin naushnikni lekin zo'r taqding lekin mikrofonni. Hozir menga video olamiz-ku. Meni mana shunaqa taqamandim. Toshkentliklarga bu bo'ladi. Ijod yangi. Ko'rdingmi bu yerga? Avtotunni akamiz bunday kepkalarga taqib Bu qo'yadi. trend ko'rdingmi? Qizni uyi yonib ketdi-dagi pul yig'ib, kiyapti. Anora degan singilcha. Yo'q, aka olmadim. Birsizmi deysiz. Meni fantaziyam ishlamagan bunaqa ishlarga. Nima deymiz? Olmadim bersan, no negativ bizlarda. O'ylaymizki, meni akamni va qolgan jigarlarimizni ham profillar ochsa, iloji boricha o'ylaymiz bizlarda negativlar bo'lmaydi. Oddiy o'zimizga o'xshagan odamlar. Pozitiv ha. Hozir mana shunaqa kelinchak Ben bu odamlar aytaman. O'ktam Jalilov, Surxondaryodan-da. Вот Iliya iz Rossiyada, o'tam Ilhom aka, hammasi aka o'zi ular jigri bo'lib qoldi menga. Eng yaqinlarda. Keyin Vodiydan ham singillarimiz bor. Ularni ko'rdingizku YouTube'da bizga. Sher. Hozir qizimagan nimasini to'rta, muncha tavba qildim. Bezagressiv. Do'stim ximor kelyapti. Xossaga masterclass ko'rsataman. Hozir kecha so'kildimi? Ha, kecha to'kildi. Oxonga borganda xonaklar chilimini ko'rganman aka. Videosini ham ko'rsatganman sizga. Ha, qo'yganmiz-ku. Qo'yganmiz. Majlis profilda bor videosi. Ko'rmaganlar uchun juda ajoyib. Instagramga o'tib, ha. Shu YouTube'da bitta sahna yoqmaydi-da. Qo'sh qo'yilmaydi aka. Avtorskini. Ha, mening avtorski kelganligi uchun 90 kundan beri shanaqa kontent qo'ygan. Men rasman o'z-o'zimdan qilolmay taqqanim yo'q. Yo'q. Shunga ham avtorski kelmasin deb. Yo'q, avtorski emas. Masalan, Karimga, Fazoga o'xshagan odamlar tez-tez o'tkazadi telefonni. Bitta odamni qog'iga sim ketyapti, to'xtab qolyapti, tushunayapsizmi? Bu nima? Bu nima qilyapti? Mana shu bu internetda bir ishlab turishda bir kuchini Vizual hook. Siz bildingizku. Ertamda turib bitta bo'lgan quloqni oldida sim tortamiz. Maniki. Chiroyli qilib ko'rinayotgan. Onu hiç para yok. İliya akamiz bizga olgan bo'ldimi, yo'qmi bilmayman. O'ziga kerakli bo'lgan savollar berdi. Biz savolga javob berdik degan umiddamiz. Aytgancha bu professionallik kamerada mana shu sekin videoga olyapti. O'sha ikkamizga ham bo'lib ketadi. Keyin men ham sizdan olaman yo adanda. Keyinroq. Bu narsa qo'yib qizcha olaylik. Barcherdasan-ku. Bizlar короче o'zimiz ham bilmayapmiz nima qilishimiz, Jurlam asab chiqyapti. Galani haligacha qizdirmayotgan. Da. Qarg'ashmasin. Tushunyapsanmi? Tutun. Yo'q, tushunmayapman. Tutun qanday chiqish kerak? Bu chinimli ko'rinishi kalat fargada qo'lda. Kalat farga. Kalatda tayi yo'q. Sirimiz ochamiz shu jo'ramiz. Aslida ular zo'r ko'p beradi. Tabagan ko'p qo'yilgan qarab, bundan krepkisi kuchayadi. Qizigandan keyin ko'mirni kamaytirish kerak. Tortishizga bog'liq 2tadan boshlab 3tagacha o'rtaga bo'ladi. Odamni ukkasiga bog'liq.
ukam sal bo'lgan yilni bilmaydimi deyman. Yo mast bo'lganmi yo sarxushmi? Balki aytgisi kelmayotgan. Balki aytgisi kelmayotgan, lekin yosh bolalarga bu mumkin emas. O'zimiz ham qarshimiz, yosh bolalarga kirgizmaymiz. Qaradan o'sha to'rtta tuz, Rosti. Endi 21 plus